Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana pritseplarimiz xudo xolasa yig'ilishda davom etmoqda. Ramalar, shivillar, isollar. Rossiya donasiga e'tibor berasizlar. 1 2 3 4 5 5 talik. 750 kilo standart. O'zi 1 tonna oladi. Ishlarga ortiqcha detallar umuman qo'yilmagan, keraksiz narsalar umuman qo'ymaymiz biz. Chunki pritsepni og'irligini oshirib yuboradi. Tonnasiga tonna qo'shib qo'yadi. Hademay Vodiy, Toshkent, Dovonga tarozi qo'yilishi kutilmoqda. Shu sababli pritseplarda iloji boricha o'zini para kilosi deymi, o'sha o'zini kilosini yengillashtirishga harakat qilyapmiz. Yengil bo'lib ham o'ta yengil emas, og'ir bo'lib ham o'ta og'ir bo'lib ketmash kerak. Ishtobi sudraganda ish beradigan bo'lish kerak desa. Oldi dishlar chiqishi standart 1 metr bo'ladi. Bundan uzaytirib olsa ham bo'ladi, lekin uzaytirilgan hisobiga bu sinish kelib chiqishi mumkin yoki pritsep elashi bo'lishi mumkin. Buni endi qaychi qilib berilganning sababi pritsep elamasligi uchun bu narsalar qo'yiladi. Aslida o'zi ko'pchilik bitta qo'yadi o'rtaga, u bo'lmaydi. Kimgadir ma'qul o'sha, lekin shaxsan bizga ma'qul emas u. Chunki pritsep elaydi. O'rtadan bitta o'sdan chiqqani hisobiga ikkala yoni tashlaydi. Shunga bu qo'l ushab turadi, ramani, dishlarni ushab turadi. Yeshillishini ushlaydi, elashini ushlaydi. Qolaversa keyin uni tepasiga yuk yuklasa ham bo'ladi. Zapaskami, nima deydi endi bir kir mashina xolodilnik Rossiya qatnaydiganlar biladi buni o'zi. Ramalari mana ikkala shivillar. Resollar o'zimiz zavodskoyi, o'qlar shivillar, burovoy turba qo'ysa ham bo'ladi. Burovoy turba channaydi, chunki burovoy turba toza metal bo'lmaydi, chugun allash bo'ladi. Yana nima desam bo'larkan sizlarga endi, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Mana bu yerga mana stop tushadi. Stopga ko'rsataman sizlarga qanday tushishini. Mana tushunarliroq bo'lishi uchun stop olamiz. Shogirt bolalar ham ketib qoladi. Ozgina kameramiz ko'p qimirlab ketdi. Stop olguncha uzr so'raymiz. Ko'rsatib o'tay dedim-da, mana sizlarga. Mana bu yerga stop kirib qotadi mana. Stop где-то bir pritsepni orqasidan 4 sm ichkarida turadi. Mana shu 4 chiqadi mana shu. Sarganda bu narsaga tekkanda sinmaydi. Stop ichkarida bo'ladi. Suv o'tmaydi bu yerga. Endi bu yerga profildan to'qib turib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin bu yonlardan suv urish xavfi bor. Shunga etiga shivillarga o'xshagan narsa qo'yiladi. Stopga suv urmaydi. Stop panada bo'ladi, chunki bu yerda to'k bo'ladi. Mashinaga ham ziyon qilishi mumkin, chunki pritsepni stoplarini, barcha chog'larni mashina yoqqanligi uchun, massa berib qolmasligi uchun stoplarni alohida ehtiyot qismlarini berkitib qo'yiladi, yong'in chachildan iloji boricha suvlardan. Arqon tortishlik uchun tirshatka deymiz, o'shanga qo'yib qo'yilgan bu. Esli cho'kida bo'lsa foydalansa bo'ladi. Endi bu pritsepimiz hozir 130 ga 220. O narigisi ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga ham narsa 180 ga 120 narsa. O'ta kichkina bo'laman mini pritsep. Damazga. Bu ham Damazga. Bunisi ham Damazga.
Damas legenda bo'lib ketdi shunda. Damasga o'ta ko'p ulayapti odamlar. G'olib ham yangi-yangidan ulashyapti. Endi bu Nasiki risolimizga keladigan bo'lsak, bu risolni akalar mana bu yerda ichida puturkasi bo'ladi. Puturka rezinka bo'ladi. Mana shu rezinka ketib qolsa, shaqillab uradi. Shunga bu yerga nima tushishini ham aytib o'tamiz. Alohida shunga e'tibor berasizlar. Bu yerga santexnika turbasi tushadi. 15likmi tushadi, shunaqa tushadi. Mana shuni ichiga o'zi oqarib ko'rinib turibdi. Ko'rsataman sizlarga hozir. Zavodga unaqa narsa bo'lmaydi-yu, lekin bunaqa puturkasi yo'q. Biz O'zbekistonda yo'q, Rossiyada bor bu. Shuni o'rniga 15lik santexnika turbasi tushadi. Shuni 5 sm kesasizlar, shirkka tushadi. Shundan urmaydi, shaqillamaydi. Bu orqa tomoniga keladigan bo'lsak, mana bu yerni yog'lab yurasizlar. Buni traktorchilar, katta mashina haydaydiganlar juda yaxshi biladi. Risol shunda bemalol o'ynaydi, ovoz bo'lmaydi, bir-birini temir ishqalib yemaydi. Shuni ham biz aytib o'tamiz. Bunga endi ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Endi surtmasa ham bo'laveradi, jarima ishmasu, lekin surtgan yaxshi. O'zi aslida zavodskoy traktor, katta mashina, samostoval, KAMAZ, asosan Soyuzli mashinalarda shunaqa yog'lanadigan risol bo'lib chiqqan. Endi hozir ko'pchilik padushkaga o'tib ketdi. Shularga qarab yurilsa, e'tibor berilsa, tirsib hech qachon shaqillagan ovoz chiqmaydi. Endi buni juda hadavoyda bir mukammal joyi yo'q o'z aslida. Ko'pchilik juda mukammal qilib oladi. Amazatorimiz misol uchun mana tushganda mana bu mana bu yerga kelib mana bu tushadi. Uzoqroq qilamiz akana. Shunday turadi. Nimaga bu yonboshlar bunday ham ko'pchilik bunday qo'yib qo'yadi. Bu bo'lmaydi akalar, bu bunday turmaydi bu risol. Bu amazator bunday turmaydi, bunday turishi bo'lmaydi. Mana bundayga turadi. Chunki risol zoti orqaga eziladi yuk tushganda. Orqaga bosolmayman ekan. Yuk tushganda orqaga yuradi. Risol hammasi shuni hisobiga yonboshlatib qo'yiladi amazatorlar. Qaytib chertishini tortadi, qaytishni ham nisbatan sekinlashtiradi, qaytganda otishini ushlaydi amazator. Shuning uchun yonboshlatadi. Endi bundayga qo'yib qo'ysa ko'ndalanga, kashakka o'xshatib, u ish bermaydi, u shunday birla yotib o'ynaveradi ana shunday bo'lib. Endi bundayga turganda bu endi boshqa ish beradi. Ana shularga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Resepti turi ko'p. Lekin asosan ish mana shu hadavoyda resepti. Sakramashligi, yelamashligi, balon yemasligi, qiyish ketmasligi, mana shu yig'ilishida nolda yig'ilgan mana padushkalarga qo'yib hammasi ular urib endi. Buni ko'pchilik yerdan ham yig'ib olaveradi. Lekin qiyish chiqadi, ko'zga bilinmaydi, uzoqdan qarasa bilinadi. O'ynaladigan mana shu asosan tagidan chiqib ketilsa bo'ldi, biz cho'tkilab tepaga o'tganda borti u u qiziq narsa emas. Asosan mana shu resepti hadavoy qismi asosiy ramaga e'tibor berilsa, xudo xolasa yaxshi yuradi. Bu narsani ramasi ushlaganda, persepti ham ramasi risoli yuk ko'tarsa, ramasi o'sha yukni ushlab turadi. Risol ming baqqa turgan rama nozik bo'lsa, o'sha yerda o'rib oladi, yulib oladi risol. Mana erinmasdan sekin yig'ib chiqiladi bularni. Keyin choklar poloqtamatda pishiriladi, svarkada emas. Avtomat.
ko'rindi deb o'ylayman. Sal orqaga olib o'tay desam, orqaga joyim yo'q ekan. Bu avtomatda pishiriladi, svarka emas. Mana emas, bu avtomatda yig'iladi bizda. Temir qiyshaymaydi, kuymaydi, mahkam ushlaydi. Yulib olsa yulib oladiki, bu avtomat qo'yib olmaydi, buni biladi ko'pchilik. Endi buni ertaga tikka qilib yig'ishimizni ham qo'yib olamiz, xudo xolasa. Barcha turdagi avtomobillarga har birimiz bor, yo'q bo'lsa tayyorlaymiz, bor bo'lsa qo'yib beramiz. Har ko'pda ham turi ko'payib ketdi hozirgi kunda. Mashinalarimizga, barcha yengil avtomobillarga tayyorlanib o'tirgan pritseplarimiz. Bular hammasi dokumentlarning qonuniy bo'ladi. Oluvchi nomiga shot faktura yoziladi. Oluvchi borib gaidan borib 1,5 milliongacha nomer oladi. Nomer texpasport to'lovini qiladi. Bo'ldi, gai nomer beradi. Bu o'zining nomida bo'lgani sababli nomer texpasport to'lovi bo'ladi. Bo'ldi, o'zingiz nomingizda chiqadi. Nomerni qatirasiz, texpasportni pachudaka solib qo'yasiz. Bo'ldi, ish qilaverasiz. Xohlasa barcha hujjatlarimizdagi qonuniy yuk ko'tarish 750 kiloga 100% emas, 150% garantiya beramiz. 1 tonna yuklayverasizlar. 1 tonnani bemalol oladi. Chunki risollar usulunniz kelgan, uni risollarda donasi kami ham bor. 4 talik bo'ladi asosan o'zi. 3 talik, 2 taligi ham bo'ladi. Shularga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu donasini shunday sanaganlarida chiqadi o'zi. Qanaqa yuk ko'tarishligi, mana bunda hozir 5 ta donasi turibdi. Buni 4 taligi bor, 3 taligi bor, 2 taligi bor, hatto 1 taligi ham bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi. Yangiqo'rg'on prokuratura ro'parasidamiz. Telefon nomerlarimiz 95lik 032 87 88. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Pritsep borasida ozgina bo'lsa-da ma'lumot berib o'tamiz. Qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgan joygacha ma'lumot beramiz. Ortiqcha detallarsiz pritsepni biz tayyorlaymiz. Chunki arzimagan ortiqcha detallarni pritsepni bitta-bitta bo'lib og'irlashib olib keladi. O'zini tarasi yengil bo'lishi kerak. Shtobi pustoy sudraganda orqadan yengil ketib, sezilmay ketish kerak. Sudraganda. Shunda odam maza qilar, texnika ham sezmaydi. Yengil yurgani bu birinchi o'rinda o'ylanadigan narsa. Endi yaqin territoriya, rayon ichida yursa bo'laveradi. Endi bu Rossiyaga qatnaydigan akalarimiz biladi. Pritsep o'zining tarasi og'ir bo'lsa, gazni ko'p yeyishini rossiyalik akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Chunki aqa pustoy olib ketiladi. Asosan endi yuki bilan bo'lib qoladi, 70% pustoy ketiladi. O'sha pustoy ketayotganda gazni ko'p yemay orqadan shovullab ketish uchun pritseplarimiz iloji boricha ortiqcha detallarsiz yig'amiz. Oldi dishlasi 3 stenka bo'ladi. Bitta zamok qatadi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.